Asosiy zanjirda 5 ta uglerodi bo'lgan alkan, 5 ta uglerod bo'lgan va molyar massasi eng katta bo'lgan alkan molekulasida nechta atom bo'ladi debdi. O'zimga yozib ko'rishim ma'qul deb bildim. 1, 2, 3, 4, 5. Men uchun yozib ko'rish qulayroq. Xo'p, keyin ketdi yana 5 ta bo'lishi kerak hamma zanjirda. Mana 5 ta, mana 5 ta, yana sanab kelganimizda 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. 4, 5. 5. 5. 5. Hop, umumiy uglerodlar sonini sanaymiz endi. Asosiy zanjir 5 deb yozdik. 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17 ta ekan. Jami uglerodlar soni 17 ta, vodorodlar soni esa 36 ta bo'ladi. Ikkalasini yig'indisa, ya'ni jami atomlar sonimiz 53 ta bo'ladi. Javobimiz D.